metrda olamiz. Mana ko'rib turganlaring pechka bo'ladi. Bag'idan tutun chiqadi, bag'idan o'tin solasizlar. Buni o'lchaymiz. Raqamga tushunmagandan keyin ham qiyin ekan. Nechiligini kommentariyga yozib ketasizlar. Ey xudoyim, ey xudoy. Nimaga bu qiz meni qiynaveradi. Bu narsa pechka bu. Bag'idan o'tin chiqmaydi, bag'idan tutun chiqmaydi. Nima bu? Bu narsa qo'lingizga metr bo'ladi. Mana son 1 bo'ladi, 2 3 4 5 bo'lib ketadi. Bu narsa pechka bo'lmaydi. Bu narsa radiator. Radiator deyinchi? Radiator. Ha, ana, radiator endi. Boshqa joyda qizorat qilmang. Yana ko'chaga chiqaman desiz. Qo'ying. Do'stlar, assalomu alaykum. Radiatorlarda faqina ishlaydi. Vashti zo'rlar ekanman. Ko'rib turibsiz, metr olib kelib turing. Hurkaraxon, qo'limdagi metr bo'ladi. Qaranglar. Ko'rib turibsizlarmi radiatorimizni? Qarang, 55. Ko'ryapsizlarmi? Mashina narxi bitta quvurg'asi 45 ming so'm. Nima deyapti? Haqiqatan real narxi arzon. Qarang, undan tashqari mana bunisini qarang. Bunisini ko'ryapsizmi? Mana 40. Bunisi ham mana 40. Mana bunisini qaranglar mana. Mana. 25 ko'ryapsizlarmi? Bunisi 35 ekan. Bularda narxiga keladigan bo'lsa, bularda narxi bularga qaraganda sal-pal arzon bo'ladi. Kelishtirib beradilar. Meni nomimdan kelsa, narxini arzon qilib beradi. Sizlarga aytib o'tib ketdim. 45 ming so'mdan bitta quvurg'asi. Bitta quvurg'asi 45 ming so'm. Ko'ryapsizlar, stresslab bergan. Hammasi ishlaydi. Bexizorat o'zlari ko'rsatib, o'zlari qanaqa qilishi, undan tashqari ishlashlarini ham ko'rsatib beradilar, do'stlar. Ko'rib turgan narsalar radiator bo'ladi. Pechka deb yurganlar radiator, do'stlar. Eslab qo'yinglar, radiator. Hurkalar mayli gapiraveradi. Hozir biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlar yaqinlar O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bor kelishadigan holatlarda. Do'stlar, kelishadigan holatda. Sog' bo'ylar, om bo'ylar mana shu videoda xuddi shunaqa optim radiator o'xtarilgan do'stlarga tashlab beringlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Kommentariyaga uni aql hurkar so'kavermanglar. Xafa bo'lyapti sizlardan. Sog' bo'ylar.